Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla, FlyEsim kompaniyasining asoschilaridan biriman. Keyingi savolimiz, YESIMni sotib olganimdan keyin qancha muddatda aktivatsiya qilishim kerak? Juda ko'p mijozlarimizda shunaqa savollar kelib tushgan. Keling shu narsaga javob berib o'taman. Tasavvur qilaylik, siz YESIMni bugun sotib oldingiz. Uni bugun aktivatsiya qilish shart degan tushuncha yo'q. Misol uchun siz bir haftadan keyin safar qilmoqchisiz. Keling Turkiyaga bormoqchisiz yoki Misrga bormoqchisiz yoki Saudiya Arabistoniga umra safariga ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi siz bir haftadan keyin ketishingizni bilgan holatda YESIMni hozir kirib sotib olib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bir haftadan keyin olishingiz ham mumkin, hozir ham olishingiz mumkin. Bu yerda bitta shart bor. Aynan FlyEsim kompaniyasidan agarda YESIM sotib oladigan bo'lsangiz, sotib olgan YESIMingizni 180 kun ichida aktivatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Shundagina u YESIM faollashgan holatda bo'ladi. Buni yana bitta jihatini tushuntirib o'tmoqchiman. Siz sotib oladigan paket, misol 10 kunlik bo'lishi mumkin, 15 kunlik bo'lishi mumkin. Bizning pricelarimizni saytda kirib ko'radigan bo'lsangiz, paketlarimiz juda ko'p. Misol uchun 10 GB 15 kunlik bor, yoki 20 GB 1 oylik bor, yoki 30 GB 1 oylik bor, yoki 50 GB 1 oylik bo'lishi mumkin, yoki 50 GB 180 kunlik bo'lishi mumkin. Siz aktivatsiya qilgan zahotingiz bu kun sanashni boshlaydi. Ya'ni tasavvur qiling, siz 10 kun oldin YESIMni sotib olib qo'ygandingiz. Bugun siz Turkiyaga chiqib ketmoqchisiz. Aeroportga bordingiz, sotib olgan YESIMingizni aktivatsiya qilasiz va sotib olingan YESIMni aktivatsiya qilganingizdan keyin internet ishlatish boshlangan zahoti mana bu 30 kunlik internet paketni kuni sanash boshlaydi. Ya'ni oldinda sotib olgansiz, lekin aktivatsiya qilmagan bo'lsangiz, u kunga hisoblanmaydi. O'sha uchun siz bemalol safarga chiqishingizdan 180 kun oldin YESIMni sotib olishingiz va aktivatsiya qilgan kuningizdan boshlab internetni sarflashingiz mumkin. Internetni aytib o'tgandek, sarflash uchun misol 1 oylik paket olgan bo'lsangiz, o'sha 1 oylik paketingiz internetingiz ishlagan kundan boshlab, ya'ni aktivatsiya qilingan kundan boshlab sanaydi. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda YESIMni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. FlyEsim zamonaviy sayohatchilar tanlovi.